3 million va 3 million 200 ming so'mlik super mega skidkalarimiz davom etmoqda. Navbatdagi Cobalt avtomobilimizni obzorini qilib o'tamiz. Qo'yilgan jihozlarimiz Sirdaryoda Xitoy qo'yishadi deganlarga yuborib qo'yilgan video bo'ladi. Cobalt MCM yangi modeldagi avtomobilimiz ustanovkaga kelgan 65 talik gaz balon 3 million 200 ming so'mga ustanovka qilib berilyapti. Optima Nano Alex Polsha brendiga tegishli, original Polshada ishlab chiqarilgan blok upravleniya, OBD funksiyali bo'lganligi uchun bularda blogi boshqaruv blogi 10x qo'yilganligi uchun iminoy mana shu blok upravleniyani ustanovka qilib beryapmiz. Endi mijozni talabiga muvofiq ravishda ustanovka qilib berilyapti. Tabloda lishni cheklar yonib qolmaydi, yoqimsa ham o'zini o'zi o'chirish qobiliyatiga ega. Reduktorimiz original Atike Turецкий reduktor ustanovka qilib berilmoqda. Original Valtek italyanskiy ko'rishingiz mumkin. Farsinkalar bilan ustanovka qilib beriladi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Barcha turdagi avtomobillarga metan propan gaz ustanovka xizmati mavjud. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundanda qaynoq super mega skidkalar sizni hali oldinda kutmoqda.